Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa chelak, payariq chelakdagi, chelak shaharchadagi ishimiz tugadi. Xo'p, yopib tekshirib beryapmiz. Xudo xolasa. Xo'p, bu yerda bitta moyka bo'ldi. Двойной moyka qo'yiladi. Va 40 litrlik qozon, 80 litrlik mangal, 80 kilolik, to есть va 60 litrlik qozon bo'ldi. Bu yerda bitta рабочий stol va gaz plita. Hamma joylariga ko'rib berasiz. Xudo xolasa. Cho'tki bo'ldi. Yonishlari yaxshi bo'ldi. Hop, shuni boshdan ko'ramiz. Ichkariga kristalga tortib ketadi. Yonishlari yaxshi bo'ldi. Like podpiska ayamizga degan umidamiz. To'g'risi, bundan ham yaxshi videolarni ulashga harakat qilamiz. Rahmat hammaga. Oldin ishlayapsiz. Ichkariga bomba.